Assalomu alaykum aziz kuzatuvchi do'stlarimiz. O'tgan suhbatimizda aytilgan ilm bir nuqta edi, uni nodonlar ko'paytirdi degan so'zlarni siz ham tafakkur qilib ko'rdingizmi? Undan o'zingizga qanday javob oldingiz? Endi javobni Hazrati Ali roziyallohu anhuning o'zlaridan olaylik. Ular aytadilarki, butun olamdagi hamma ilmlar Qur'onda jam bo'lgan. Undagi ilm Fotiha surasida, undagi ilm basmalada, undagi ilm bo harfida va undagi ilm bo harfining ostidagi nuqtada jam bo'lgan. O'sha nuqta menman deb aytdilar. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men ilm shahri bo'lsam, Ali uning darvozasi deb aytganlar. Hazrat payg'ambarimiz tirik Qur'on edilar. Hazrat Ali roziyallohu anhu basmalaning ostidagi nuqta bo'lsalar, har bir inson Qur'on oyatlarida kelgan bir nuqtadir. Unda payg'ambarimizning nuri turadi. Payg'ambarimizning nurida Allohning ilm nuri turadi. U nuqta inson qalbida joylashgan. Unga sohib chiqish uchun qalb poklansa kifoya. Ilm qalbdan kelaveradi. Bunga huzuriy ilm deb aytiladi. Shundan avvalgi musulmonlar qalbi pok, dono bo'lgan. Hozir esa qalblar to'la dunyo, nodonlar qolgan. Mulla ko'p, musulmon yo'q. Siz ham fikringizni izohlarda yozib qoldiring.